Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan 6-sinf qadimgi dunyo tarixi darsligining navbatdagi mavzusi, ya'ni 13-mavzusini ko'rib chiqamiz. 13-mavzuyimiz Oldi Osiyo davlatlari deb nomlanadi. Xo'p, undan oldin sizlarga Oldi Osiyo o'zi qayer ekanligini tushuntirib beraman. Xo'sh, xaritaga qaraymiz. Oldi Osiyo deganda Osiyo bilan Yevropani boshlanish nuqtasi, ya'ni mana bu tomon Yevropa, bu tomoni Osiyo. Mana shu yerda o'rtada chiziq bor. Demak, o'sha Osiyoning boshlang'ich qismi Oldi Osiyo, ya'ni Osiyoning oldingi qismi degan ma'noni bildiradi. Xo'p, qaysi davlatlar kiradi? Xo'sh, buni uzoqlashtiradigan bo'lsak, mana qarang. Xo'p, mana bu yerdan boshlanadi Osiyo, bu tomoni. Bu tomoni Afrika. Mana bu tomon Yevropa. Endi mana shu yerdan chegara tushadi bunaqasiga. Shunda mana bu tomoni Yevropa, mana bu tomoni Osiyo, to'g'rimi? Endi Oldi Osiyo qismiga hozirgi qaysi davlatlar kiradi? Oldi Osiyoga hozirgi Turkiya, xo'p, Armaniston, Ozarbayjon, Gruziya, Eronning bir qismi, Iroq, Suriya, Falastin hududlari kiradi. Xolos olganda mana shu qismda mana shunday qism kiradi Oldi Osiyo hududiga. Endi mana shu hududlarda o'sha miloddan avvalgi 2-mingillikda qanaqa davlatlar bo'lganligini hozir ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Birinchisi Ossuriya davlati. Miloddan avvalgi 2-mingillikda Oldi Osiyo hududida Ossuriya podsholigi paydo bo'ldi. Xo'p, xuddi Bobilga o'xshab, Bobil ham miloddan avvalgi 2-mingillikda paydo bo'ldi. Ossuriya ham miloddan avvalgi 2-mingillikda paydo bo'lyapti. Mana o'xshashlik. Qadim zamonlarda Ossuriyaliklar Furot va Dajla daryolarining yuqori qismida, hozirgi Iroqda yashagan ekan. Furot va Dajlaning yuqori qismida yashagan ekan. Endi xaritadan ko'ramiz buni. Xaritadan mana Furot va Dajlaning yuqori qismida deyapti. Mana pastki qismida Bobil bo'lgan bo'lsa, mana yuqori qismida Ossuriya. Xo'p, endi poytaxt avval Ashur bo'lgan, keyin esa Nineviya poytaxt bo'lgan. Xo'p, endi xo'sh, aholisining asosiy mashg'uloti dehqonchilik va savdo sotiq edi. Mana shu joylarga e'tibor beringlar. Har bitta xalqning asosiy mashg'ulotlari bor. Boya Mesopotamiyani o'tdik, ulardagi asosiy mashg'uloti dehqonchilik edi. Endi Ossuriyada esa asosiy mashg'ulot dehqonchilik va savdo sotiq ekan. Ossuriyaliklar jangari xalq bo'lgan. Mana shu joyni ham eslab qolinglar. Jangari xalq deb qaysi xalqqa ta'rif berilgan? Keyingisi xo'sh, bunga kerak emas. Ashurbanipal degan odam hukmronligi paytida Nineviya shahrida sopol taxtachalardan iborat yirik kutubxona jamlanadi. Asta-sekinlik bilan Ossuriya zaiflashib bordi va miloddan avvalgi 605-yili Ossuriya qo'shinlarini Midiya bilan Bobil birlashib tor-mor etadi va shu tariqa Ossuriya miloddan avvalgi 605-yilda butunlay yo'q bo'lib ketadi. Demak, ikkita davlat Midiya bilan Bobil uni bosib olar ekan. Xo'p, mana boyagi xaritadagi joy mana Bobil. Demak, pastki qismida Iroqning, yuqori qismida esa Ossuriya bo'lgan ekan. Keyingisi Urartu podsholigi, ikkinchisi Urartu podsholigi Kavkaz ortida, ya'ni hozirgi Turkiyaning sharqiy qismi Armaniston hududlarida joylashgan deyapti. Kavkaz orti qayerligini hozir men sizlarga xaritadan ko'rsataman. Xo'p. Kavkaz orti hududlari mana hozirgi Turkiyaning deyapti sharqiy qismi, mana bu qismlari. Kavkaz orti mana bu qism mana. Kavkaz orti, ya'ni hozirgi Ozarbayjon, Armaniston va Gruziya bu Kavkaz ortidagi davlatlar hisoblanadi. Mana uchalasi. Umuman olganda mana shu joylarda paydo bo'lgan davlat Urartu bo'lgan. Endi aholisi Urartlar deb atalgan. Xo'sh, Ossuriya hujumlaridan himoyalanish zarurati Urartu davlatining tashkil topishini tezlashtirgan. Qaysi omil Urartu davlatining tashkil topishini tezlashtirgan degan savolga Ossuriya hujumlaridan himoyalanish zarurati deb javob berasizlar. Miloddan avvalgi 9-18 asr boshlarida Urartu davlati gullab yashnadi. Yana nima bo'lgan? Mana shu asrlarda eslaymiz. Demak, 5-mavzuda miloddan avvalgi 9-8 asrlarda O'rta Osiyo hududidan topilgan ilk temir buyumlari miloddan avvalgi 9-8 asrlarga oid degan
ma'lumot bor edi. Shu bilan demak bir xil. Demak, Urartuning poytaxti esa Tushpa shahri bo'lgan. Tushpa. Xo'sh, endi Assuriyaliklar bilan janglar qilib turgan va keyinchalik Assuriyaliklar Teshabiyani qal'asini Assuriyaliklar bilan juda ko'p urushlar bo'lib turgan va Urartlar son jihatdan kam bo'lganliklari uchun Assuriyaliklar bilan hech qachon to'g'ridan to'g'ri urushga kirishmagan. Keyinchalik Teshabiyani qalasini ko'chmanchi Skif qabilalari bosib olishadi. Xo'sh, Skiflar bu saklarning bir guruhi, Skiflar ham deb atalgan. Ba'zi manbalarda Amir Temurni ham Skiflarning rahbari deb yozishgan. Yevropa tarixchilari shunaqa asarlari ham bor. Xo'p, mayli, keyinchalik Urartu davlatini Midiya podsholigi bosib oladi. Keyingisi bu Finikiya davlati. Finikiya qadim zamonlardan O'rta Yer dengizining sharqiy qirg'og'i bo'ylab hozirgi Livan hududida va Suriyaning bir qismida joylashgan davlat ekan. Demak, buni ham xaritadan ko'ramiz. Mana O'rta Yer dengizi mana bu yer mana. Yevropa bilan Afrikani bir-biridan ajratib turuvchi mana bu katta dengiz O'rta Yer dengizi deyiladi. Endi O'rta Yer dengizining sharqiy qirg'oqlari degani mana bu tomoni. Hozirgi Livan mana Lebanon deb yozilgan, mana shu sariq kichkina. Hozirgi Isroilning yuqori qismidagi. Mana shu joyni va Suriyaning bir qismini deyapti. Mana Suriya demak, taxminan mana shu joylarni tashkil qilgan. Xo'sh. Va Suriyaning bir qismida joylashgan. Endi savdo sotiq Finikiyaliklarning asosiy mashg'uloti mana boya Ossuriyani tutdik. Ossuriyada asosiy mashg'ulot dehqonchilik va savdo sotiq edi. Bularda esa savdo sotiq o'zi ekan. Finikiyaliklar qo'shnilarga nimalar sotgan? Yog'och, metal va gazlamalar sotgan. Eslab qoling, mana shu savol juda ko'p tushgan. Finikiyaliklar qo'shnilarga nimalar sotgan degan. Demak, yog'och, metal va gazlamalar sotgan. Endi O'rta Yer dengizi sohillarida Tir, Sidon va Ugarit kabi yirik dengiz bo'yi shaharlari vujudga kelgan, deyapti. Endi bu qanaqa tushgan? Bu Tir, Sidon, Ugarit qaysi davlat yoki qaysi nimaning shaharlari hisoblanadi? Bu Finikiyaniki. Hisob qoling, adashtirmang. Endi miloddan avvalgi 10-asrda Finikiyada 22 ta undosh harflardan iborat bo'lgan alifbo yaratilgan. Demak, insoniyat tarixidagi birinchi alifbo bu Finikiya alifbosi hisoblanadi. Va u miloddan avvalgi 10-asrda yaratilgan ekan. Shuningdek, bu alifboda faqat undosh harflar bo'lgan. Keyinchalik Yunonlar unga unli harflarni qo'shib o'zlari o'zlashtirib olishgan. Va 4-davlatimiz bu Falastin haqida. Miloddan avvalgi 9-asrda Falastin hududida Isroil degan podshohlik vujudga keladi. Miloddan avvalgi 9-asrda. Endi Falastin qayer? Falastin bu mana shu joy mana. Hozir Falastinning hududida Isroil davlati bor va o'sha G'azo bor. Bu yer o'zi umumiy joyning nomi Falastin, Isroil esa Falastinning ichidagi davlat. O'sha Falastin bu davlat nomi emas, bu hudud nomi, geografik hudud nomi hisoblanadi. Endi demak, birinchi paydo bo'lgan davlatning nomi bu Isroil podshohligi deyilar ekan. Keyinchalik u Yahudiy podshohligi bilan birlashar ekan. Demak, Falastinning hududida ikkita davlat bor, deyapti. Birinchisi Isroil, ikkinchisi Yahudiy, ikkalasi birlashar ekan. Yahudiya podshohligini esa keyinchalik Bobul podshohligi bosib oladi. Endi qadimiy yahudiylarning afsonalari diniy kitobiga yozib borilgan. O'sha yahudiylarning afsonalari yozib borilgan diniy kitobning nomi Bibliya deb ataladi. Bibliya so'zining ma'nosi esa kitob degan ma'noni bildirar ekan. Xo'p, Bibliyada nimalar haqida ma'lumot beriladi? Bibliyada olam qanaqa yaratilgan, yer yuzidagi ilk odamlar Adam va momo Havoning yaratilishi, yer yuzini to'fon bosishi haqidagi rivoyatlar mavjud ekan. Xo'p, demak shu bilan bugungi mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar.